Assalomu alaykum. Uzax universal drabilkalari hamda granulyatorlari. Hop, YouTube foydalanuvchilari hamda chorvalar akalar. Uzax brendi ostida ishlab chiqarilayotgan granulyatorlarimiz. Chiqarishlari o'ta go'zal. Hop, motorlarimiz 8 kilovatli, ya'ni 4 kilovatli 38 kilogramli motorlar. Bu yoqda 3 faza motor, ikkalasi 220. Bu drabilkamiz. Bu drabilkaga ham xuddi o'sha mayda mana yozyapti 38 kilogramli motor qo'yilgan, katta motordan. Hop, bu apparatimiz. Shkiflarimiz chugundan qalin quyma chugun, o'ta baquvvat, o'ta moshniy. Betida 3 ta pachimlik bo'ladi. Materiallar o'ta qalin bo'ladi. Chiqarishlari o'ta go'zal bo'ladi. Keyin issiq bo'ladi. Bu yoqda universal drabilkalarimiz, pichoqlari 30 talik bo'ladi, qizil pichoq bo'ladi, maxoviyga quyma maxovik bo'ladi. Bularda ham misat motka motor bo'ladi. Bu tarafda ham har xilidan bo'ladi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, drabilkalar, granulyatorlar narxi 7,5 million so'm bu. Hop, drabilkalar 2 million so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha sotilyapti. O'zbekiston bo'yicha dostavka qilib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar.